Güzel sözleri asal, sensiz menga bo'lmasal. Qoshlari kaman, bo'laman. Hammaga salom. Qosh, lab hamda ko'zlaringiz hali hamon sun'iy ko'rinadimi? Har kuni qosh chizishdan, lab chizishdan charchagansiz. Qizarib, ko'karib ketadigan eski usullardan bezigansiz. Endi esa butunlay boshqa daraja. Biz jarayonni boshladik. Tabiiylikni sevganlar uchun yangi avlod biotexnika, biorastushovka, velur texnikasi. Qoshlaringiz xuddi o'z tolalariningizdek tabiiy turadi. Yumshoq, tutunli effekt, ortiqcha bo'yalgan ko'rinishsiz, mikroblading emas, ortiqcha qizarishlarsiz, ko'karishlarsiz, og'riq umuman yo'q. 6 oydan 3 yilgacha saqlanadi. Eng asosiysi qizlarjonlar, tahorat o'tadi. Ya'ni tahoratga xalaqit bermaydigan mineral pigmentlar. Mejiznichka biotexnikasi. Ko'zlaringizni bo'yamasangiz ham nigohlaringiz chuqur, kipriklar orasida tabiiy zichlik, doimiy yangi make-up effektini berib turadi. Lab biotexnikasi. O'chib ketgan rang tiklanadi, ajin va g'ijimlar kamayadi. Undan tashqari lablar tabiiy, ammo jozibali ko'rinadi. Aziz ayollar, bu shunchaki protsedura emas, bu sizning yangi kayfiyatingiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingizddir. Har kuni oynaga qarab, bugun ham chizish kerak deyishni bas qiling. Uyg'onganingizda ham go'zal bo'lish vaqti keldi.